Tojikiston ahli assalomu alaykum. Umra safariga bormoqchi bo'lgan obunachilarimiz, avgust oyiga bormoqchiman, sentyabr oyiga bormoqchiman. Narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun bugun Xudo xolasa Hikmat Travel'da ofisda Abdug'ofur aka oldilarida biz sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Videomizni boshidan bizga bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab tursalar, Xudo xolasa sizlarga avgust oyi va sentyabr oyidagi reyslarni sizlarga birma-bir narxlarini tushuntirib beramiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, biz obunachilar uchun endi aka yangi reyslar narxlarini tushuntirsak, to'lov masalalari qanaqa bo'ladi aka, tojikistonlik obunachilarimiz uchun shart-sharoitlar qanaqa o'zi aka, borishgandan keyin bitta ma'lumotini bersak. Xo'p bo'ladi. Xo'p, kunlaridan boshlaylik bo'lmasam, Namangan Jidda avgust oyi reyslarimiz kunlari 20 va 27 avgust kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Xo'p, buni narxini $975 qilib beramiz. Yo'q, biz Namangandan emas, Farg'onadan boraman deydiganlar uchun avgust oyida 15-avgust kuni Farg'onadan reysimiz bor. Buni narxini ham $975 qilib beramiz. Xo'p, Namangan Madina yo'nalishi bo'yicha sentyabr oyiga reyslarimiz ham qo'yildi. Buni kunlari 3-sentyabr, 10-sentyabr, 17-sentyabr va 24-sentyabr kunlari reyslarimizni kunlari qo'yilgan. Buni narxini $975 qilib beramiz xudo xolasa. Toshkent yo'nalishi bo'yicha bormoqchi bo'lgan obunachilarimiz uchun 15-avgust kuni qo'yilgan, 16-avgust, 22, 23, 28, 29 avgust kunlari reyslarimiz kunlari qo'yilgan. $960 dan qilib beramiz. Toshkent reysinikini. Toshkent reysini sentyabr oyiga kunlari qaysi kunlar qo'yildi deydiganlar uchun 4-sentyabr, 5-sentyabr, 6-sentyabr, 7, 8, 11, 12-sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Buni narxini $960 qilib beramiz xudo xolasa. Zo'r. O'zlarini telefon qilib joylarini bron qilsa bo'ladi. Bron qilsa, xolasalang avgust oyiga boringlar, xolasalang sentyabr oyiga boringlar. Joylarni bron qilib qo'ysalang, narxlar o'zgarsa ham sizlarga ta'sir qilmaydi. O'sha nech puldan bron qilgan bo'lsalang, o'sha narxda uchib ketaverasizlar xudo xolasa. Zo'r gap. Endi aka to'lov masalalari qanaqa bo'ladi aka, tojikistonlik obunachilarimiz? Xo'p, to'lovlarda mana shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Zagram pasportlarini tashlab bersalaring, jindekkina o'sha rasmiy hisob raqamlariga zakolat tashlab berasizlar. Qolganini aeroportda hisob-kitob qilaveramiz xudo xolasa. Zo'r. Bemalol telefon qilib o'zlaring joylarini bron qilishlaring mumkin. Endi mana sizlarga shart-sharoitlarni tushuntirib bersak aka. Xo'p bo'ladi. Sharoitlarimiz xudo xolasa Madina Munavvarada gastinisalarimiz uzoqligi 200 metrdan 400 metrgacha. Makka Mukarramada 800 metrdan 2,5 kilometrgacha. Qaysi gastinisamiz bo'sh bo'lsa o'sha yerga tushasizlar. Makka Mukarrama gastinisalarida avtobus yo'nalishlari yo'lga qo'yilgan xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari joylashuvlar 4 kishilik yoki 5 kishilik joylashuv bo'ladi. Gastinisalarimiz 4 yulduzli bo'ladi. Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Xo'p, 50 bosh xizmati birga borib, birga keladi aeroportdan. Kamzil so'mga bejik beriladi. Undan tashqari 5 litr zamzam suv qaytishda beriladi xudo xolasa. Bonus tariqasida xudo xolasa qo'shib beriladi. Qo'shib beriladi. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqa chiqib o'zlaring joylarini bron qilishlaring mumkin. Abdug'ofur akani o'zlarining nomerlarini qo'yib qo'yapmiz. Telegram, WhatsApp hamma narsa ishlayapti. Aloqaga chiqishlaring mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.